Assalomu alaykum. Sizlar bilan 53 Sigi qismining 10-darsi sun'iy nayol qismiga yetib keldik. Ya'ni tartib bo'yicha ketma-ketligi o'rganamiz, ya'ni tartibga solishni. Ya'ni ketma-ketlik bo'yicha tartibga solishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizda grafik beriladi, eng oddiysi tartib bo'yicha birinchi kattasi, keyin shu asosda pastga qarab ketaveramiz. Jadval aytganimizdek, jadval debman. Grafik turi har xil kelishi mumkin. 6 ta grafik turini ko'rdik. Mana dumaloq, bu vertikal ko'rinishda kelyapti. Shularni o'rganamiz. Buni o'rganishda biz keling misollar o'zi ko'rsatilgan pastda tayyor shablondan boshlaymiz. Qisqacha tushuntirishim. Birinchi kirish qismini boshlagan paytda cho'sa kyolgoye tarimyon yoki cho'sa kyolgoaril salpo pomyon qilib boshlashimiz kerak bo'ladi. Nega ikkita? Bittasi tadqiqot o'tkaziladi, bittasi esa so'rov, odamlarga so'rov berish orqali o'tkaziladi. So'rov berish orqasida o'tkaziladigan bo'lsa, salpo pomyon qo'shimchasidan foydalanamiz. Shunchaki tadqiqot o'tkazilsa, odamlar ishtirokisiz. Bunda tarimyon ishlatamiz va mavzu yozilib, asosiy mavzusi, ya'ni o'sha grafikka mana ustidagi glavniy mavzusi yoziladi. Mana shu bo'sh joyga yozilib, keyin ro grammatikasi qo'shilib, ketma-ketlikda birinchi o'rin, 2, 3 va oxirgi qaysilar turibdi ketmaga tushuntirib berishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinni birinchisini tushuntirayotgan paytda va oxirini yakuni. Ikkinchi va uchinchi o'rinlar ioso deb ketsak bo'ladi va oxirini yakunlayotgan payt va majmak oxiriga, ya'ni majmagaro deb yakunlaymiz va eng yakunini esa quyidagi so'z birikmalari bilan yakunlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda hammasini yodlagan bo'lishingiz kerak, chunki bundan oldingi darsimizda aynan shu ko'tarilish tushishda oid bo'lgan so'zlar ro'yxati uyga vazifa berilgan edi. Yaxshilab yodlagan bo'lsanglar, qiynalmaysizlar. Endi keling shablon bo'yicha ko'rib chiqamiz. Mana grafik berilgan. Mavzu yozyapmiz. Cho'sa kyolgoye tarimyon. Bu yerda tadqiqot o'tkazilgan. Mavzusi yoziladi. Mana mavzu ko'chirib yozildi. Patchim yo'qligi uchun nin yozildi. Iyunin. Eng ko'p foizi 38% ekan. Qo'shtirnoqda yozyapti mana. Cho'ksongua tarin ommu qo'shtirnoq. Keyin iga grammatikasi keladi. Patchim boriga qarab ommuga eng katta foiz 38 ekan. Yozamiz 38% bilan kajang nopke natta, ya'ni eng katta baland foiz oldi. Uni orqasidan ioso ko'rayotgan bo'lsanglar 25% ekan. Inneshim pujok necha foiz ekan? Pujoki 25% bilan ikkinchi o'rin. Vergul qo'yib ketyapti. Bunaqa to'rttaliklarda ko'pincha 2, 3 larda vergul qo'yilib ketiladi orasiga. Bu yerda ham xuddi shu narsa mana 25% bilan ikkinchi o'rin, vergul Chojik pujogin endi bizda 3-o'rin haqida gap ketyapti. 3-o'rinni egalladi Chajihetta. Va oxiri majmak 16% bilan majmagaro ingan Kwanggenin 16% bilan eng past natijani qo'lga kiritdi. Xuddi shu asosda yoziladi. Qiyin emas. Boshqacha grafik berilsa, yana mavzusidan boshlaymiz. Cho'sa kyolgoaril salpo pomyon. So'roq belgisida ko'pincha, ya'ni odamlarga so'rov qilish orqasidan topishadi. Ya'ni odam ishtirok etadi, shuning uchun ham salpo pomyon deb ishlatishimiz kerak bo'ladi. Anaqasini yozdik mana mavzusini, glavniy mavzuni ko'chirib yozamiz bu yoqqa. Keyin koryo hanin gosin bo'lib turibdi. Koryo hanin gosan innin qo'shimchasi borligi uchun qo'yib o'tirmadik. Ommu cho'ksongi 33% bilan eng balandini oldi mana. Eng balandini mana bu oldi deb ko'rsatdik. Yo'so unga bog'lanib, yonpungi 26% bilan ikkinchi o'rin. Ya'ni mana buni 26% bilan ikkinchi o'rin qilib qo'yamiz qizildagini. Vergul qo'yib, uchinchisini ham tushuntirib ketamiz sirazi. Kunmu Hwangyongi 23% ekan. Ya'ni 3-o'rindagi bu 23%. Chajihetta yakunlanib, eng oxirgisiga majmak qo'yamiz. Majmagaro Pukjining 18% bilan kajang najin gosuro cho'satoyotta. Bunga gosiro turibdi. Gosin qo'shimchasini qo'sha olmaymiz, shuni unutmanglar.
Gosro cho'sa Toyota bo'ladi. Va shu asosda mana tushuntirib berdik tadqiqotda. Nima bo'ldi, nima qo'ydi. Misol uchun tepasini va pastda hozir tarjima qiladigan bo'lsak, so'rov natijasiga qaraydigan bo'lsak dotda ish joyini o'zgartirishda e'tibor olinadigan eng muhim narsa bu mehnatga layoqatlikdir dotda. Ya'ni 33% ko'rsatkichda dotda, keyingi o'rinda ish haqi 26%, ish muhiti 23% va oxiri esa faoliyat eng past ko'rsatkichni oldi 18% bilan. Tepasini ko'radigan bo'lsak, tepasida nima deyapti? So'rov natijasiga ko'ra yangi xodimlarni kompaniyani tark etish eng ko'p uchraydigan sababi bu 38% bilan o'z qobiliyati bilan farq qiladigan ish bo'lganligi uchun deyapti. Undan keyingisiga esa, ya'ni ikkinchi bo'lib sabrsizlik 25% deyapti ikkinchi o'rinda. Va uchinchisida ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda tashkiliy moslashuvchanlik 21% ko'rsatyapti va nihoyat inson munosabatlari eng past ko'rsatkich 16% bilan yakunlab beryapti. Bo'ldi, xuddi shunaqa yakunlab berasiz. Kirish qismini o'tdik. Bu hozir eng oddiy qismi hisoblanadi. Uchsa zo'r, ya'ni sun'iy nayol. Tartib bo'yicha ketma-ketligini chiroyli tushuntirib berishimiz kerak bo'ladi. Bunaqa turdan 4 ta bor. Birinchisini tugatdik, yana 3 ta turi bor. O'sha turni o'rganib chiqqanimizdan so'ng esa biz o'sha ikkinchi qismini yakunlagan bo'lamiz. Birni yakunladik, ikkini yakunlagan bo'lamiz va oxirgi 3-qism xulosa sabablarni tushuntirib berish qismi qoladi shunda bizda. Xuddi shu asosida mana bu shablonni yodlab olishingiz kerak. Aynan shu shablondagi narsalar tushyapti. Va mana quyidagi birinchi pastda bor yana umumiy adashmasam 8 ta emas ekan, 4 ta ekan. 4 ta ekan. Shu 4 ta vazifani to'liq yakunlab, izohlarda yozib qoldirsanglar ham bo'ladi. Birga tekshirib ko'ramiz. Ketma-ketlikda eng muhimi shablonlarni yodlab olinglar. Aynan shu shablondagi qolipdan foydalanib to'ldiramiz bundan keyingi vazifalarni ham. Bunday bo'lsa, birinchi qismimizni yakunladik. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.